Sizlar ham polvon bolaga o'xshab qanaqa mashina olishni bilmayapsizlarmi? Men sizlarga hozir zo'r kir mashina ko'rsataman. Avangarddan elektromobil. Hoji aka, buni kinayamga olib bersangiz, billa Toshkentga chiqataverasizlar. Ha, bunda yo'q, narsa bunda bor. 3 yil garantiyasi bor. O'zbekiston bo'la har bitta viloyatda, har bitta tumanda. Ha, GMda esa servis xizmati yo'q. Bu elektromobil, elektrda yuradi. Atiga ozgina to'k sarflar. Bu benzinda yuradi. Benzinda zapravkada qishchi kunida ojanada turasiz. Eng asosiyini aytaymi? Kalyonni oyna. Eng qizig'i 2 qavat. Buni salondan olib chiqqaningizdan keyin aynini almashtirasiz, balon qo'yasiz. Buni salondan olib chiqib, uyga borib jigarini ezib ishlatasiz. Hoji aka, kinayamga olib bering. Eng qizig'i inverterli, toqqa ham tortib chiqib ketaveradi. Almazli baraman, kiyimlarda tivit qilmaydi. Kimda kimga shunaqa avangard elektromobil kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilaverasizlar. Optim narxda. Ulgurchi o'zbekchasiga olsa. Mincha malla desman.